boy. Ha, mana pul ishlab ishimni tugatib qishloqqa qaytyapman-da. Kistamda esa 64 ta almas, bir stak. Xo'p. Endi bu yerda park. Xo'p. Tak. Bo'ldi. Tak. Hammaga salom, obunachilar va do'stlar. Sizlar bilan bugun men yana o'sha Glayton Minecraft. Uzr, ancha vaqt yo'q bo'lib ketdim. Buning sababi ishlar bilan band edim va nihoyat endi vaqt topib video olishni boshladim. Unda esa ekran oldiga yaxshilab o'rnashib olinglar. Men bugungi videoni boshladim. Va boya aytganimdek, ishlar sabab video ola olmadim, shuning uchun mana endi bugun videoni yoqdim. Hozir esa uxlayman-da, yomon uyqum kelyapti. Hozir esa uxlayman. Xayrli tun hammaga. Ertalab bo'libdi-ku. Xo'p, hozir fermani to'g'rilab, agarotni to'g'rilab, keyin o'zimni ishlarim bilan mashg'ul bo'lsam bo'ladi. Oldin yuzimni yuvolay. Bo'ldi. Hammaga yana bir assalomu alaykum obunachilar va do'stlar. Sizlar bilan bugun men Glayton Minecraft. Xo'p, obunachilar, do'stlar, o'zingizlarda nima gaplar? Tinchmi, sog'misizlar, salomatmisizlar? Kanaldan agar chiqib ketmagan bo'lsanglar, yana obuna bo'lib, kanaldan chiqib ketganlar obuna bo'lib qo'yishsin. Men Glayton Minecraft yana YouTube ga sizlarga bir yomon xabarni aytmoqchiman. Kecha o'tgan kuni Taylor bilan gaplashgandim. Kecha Taylor bilan gaplashgan edim. Aytdiki, uni YouTube kanali YouTube tomonidan o'chirib yuborilibdi. Shuning uchun yangi YouTube kanali ochibdi. Uni o'sha YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Oldingi 2000 ta obunachisini qaytaraylik. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Kelaver, Glayton, nima bo'ldi? Shunchaki ekinlarni olib keldim. Mana. Yaxshi, endi ketaver. Xo'p. Qishloqda yashasham bir azob, lekin qishloqda faqat fermerlik qilib tirik qolish mumkin. Yana uyqum kelyapti. Hozir buni solib kompyuterda ozgina ishlayman. Tak, stop. To'xta. 32 da kecha adashmasam 64 top keldim-ku. Voy. Iflos, qaysitasi? To'xta, qo'shnim bilan. Qo'shni qalaysiz, zo'rmisiz? Glayton, yaxshi, nima deysan? Jisil, qarang, men kecha bir oy qishloq bo'lmadim, bilasiz, birinchi hafta. Kecha oyligimni olib sandiqqa solib qo'ydim. Bugun ertalab qarasam yo'q. Mabodo bilmaysizmi, uyga kimdir kirdimi yo'qmi? Chunki siz kechasi bilan uxlamaysiz-da. Yo, men umuman xabarim yo'q. Kechasi bilan telefon o'ynab chiqdim, Instagram ko'rib o'tirdim. Shuning uchun uzr, men sani pullarning qayerga ketganini bilmayman. Xo'p, mayli bo'lsa. Mayli. Tak, obunachilar, do'stlar, kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin pulimni? Almaslarimni 64 deydi. Bugun ertalab qishloqda o'g'ri bormi, nima balo? Bilmadim. Mayli. Tak, telefon bo'lyaptimi? Alo, bu Glaytonning telefon nomerimi? Ha, siz kimsiz? Bo'laman, bu Stone Bobo domda
domda yashaydigan bola odamman. Ha, Stone bobo, ha, sizni tanidim. Labay, nima deysiz? Bola, meni kvartiramni remont qilib berasanmi? Narsalarimni hammasini sotib yuborgan edim. Yana boshqatdan remont qilish kerak edi. Ha, remont qilib bera olaman. Hozir boraman bo'lsam. Ha, xo'p, rahmat bolam. Ha, xo'p. Arzimaydi bobo. Ha, Stone boboga yordam beray oldin keyin pullarni qidiraman. Tak, mayli, bora qolay. Mana yetib keldim. Shu Stone bobo ikkinchi etajda yashashda adashmasam-da. Shu domni ham shu yaqinda o'g'li sotib olib berdi yashashi uchun. Mana keldim. Hozir Stone bobo bilan gaplashaman. Mana shu mebellarni kirgizish kerak. Assalomu alaykum Stone bobo. Va alaykum assalom bolam, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Nima? Mana shularni uyga kirgizib qo'yish kerak, mebellashtirib. Ha, xuddi shunday mebellash kerak. Sen qila olasan buni bolaginam. Ha, qilib bera olaman. Bu har holda uyni ichidagi remontidan ko'ra ancha arzonroq tushadi sizga. Rahmat bolaginam. Isingiz ketganidan keyin senga pullaringni beraman. Ha, xo'p. Mayli mazam, Stone bobo, siz shu yerda turing, men o'zim remont qilaman. Rahmat bolaginam. Arzimaydi. Tak, birinchi uyni ko'rib chiqish kerak. Uy kichkina kvartira, ammo mana shu mebellar yetib ortsa kerak. Stone bobo, bo'ldi, siz uchun hozir remont qilaman. Yaxshi. Nima qilyapsiz? Nos tekyapman. Voy, nos, mayli. Shu gaz plitalar sinishi yomon qiyin-da. Stone bobo birinchi oshxona jihozlarni qo'yaymi yo yotoqxona narsalarinimi? Bolaginam, xohlaganingni qil. Muhimi yashashga bo'lsa bo'ldi. Shkaf buzilib ketdi. Qo'ya ber. O'g'limga aytaman, sotib olib beradi. Xo'p. Stone bobo, kitob javonam. Aytmanga qo'ya ber, bo'ldi. Xo'p. Tak. Qani endi. Ana bu ham ketibdi. Tak. Bo'ldi? Faqat mana bo'ldi. Stone bobo, kirib qarang. Har bir ikkita mebellar sinib ketdi. Xo'p, hozir ko'raman. Xo'p. Chiqalay. Ko'nglimdagidek chiqibdi bolaginam, rahmat senga. Xo'p, shu. Hozir pulingni beraman. Qancha beray bolaginam? Ya, bu oson bo'ldi. Amayli siz uchun $200. $200 hozir beraman. Xo'p. Mana olaver. Xo'p, mayli Stone bobo. Mayli. Mana Stone boboni ham uyini remont qilib bo'ldim. Tak, ana endi uyimga borib pullarimni topishim kerak. Tak. Jetel, rostdan ham hech kim yo'qmidi? Yo'q, aytyapman-ku, hech kimni ko'rmadim kechqurun. Kechasi bilan Instagram kamlab chiqdim. Hozir qidirishga tushsammikan, nima deysan? Yo'q, video vaqti 10 minutdan oshib ketmasligi kerak deb aytdim-ku. Qo'y, ertaga qidirasan keyingi videoni.
Men ham senga yordamlashib yuboraman. Aha, xo'p. Unda obunachilaring bilan xayrlash. Xo'p, hozir. Obunachilar va do'stlar, shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Albatta keyingi videoda pullarimni topaman degan umiddaman. Mayli, hammaga xayr, sog', salomat bo'linglar. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Glaytonning YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, to'g'ri.